Akajon yaxshi qoling, men ketdim. Mana qara, o'tirganda gapim bor edi. Seni men seni yaxshi ko'raman, bilasan-a? Kichkinaligingdan avaylab, qorachig'imda asrab kelaman. Bir ikki torshimlarda ko'rdim. Endi bo'lsa, bunday kalti yub keladi. Bunaqasi bo'lmabdi-da. Sen uydan chiqib o'tganda otam bilan meni g'ururimni yelkangni ko'tarib chiqasan. Bizning g'ururimizni yerga urib qo'yma senim. Senga har bir noto'g'ri qaralgan nazar men uchun og'ir. Men ko'tara olmayman. Yoki keng uzun kiyimlaring yo'qmi, olib beraymi? Yo'q, bor aka. Bormi? Unda o'shalarni kiyib yurish kerak-da. Men seni urishmayapman, so'kmayapman, urmayapman. Lekin jahlimni bilasan-a? Bizning oilaga bunaqa kiyinib yurishing yarashmaydi. Bunaqa kiyimlarning o'zi senga yarashmaydi. Tushundim aka. Tushungan bo'lsang, bor kiyimingni almashtir. Xo'p.